Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun biz Jeju Milliy universitetining talabalar yotoqxonasidan, ya'ni kelayotgan dastur qatnashuvchilarimizni yotoq joy shart-sharoiti bilan sizlarni tanishtirmoqchimiz. Marhamat, kelishlaringiz mumkin. Mana hozir xonalarni shart-sharoiti bilan tanishtiramiz. Kirganingizda kartani bu yerga qistirasiz, shunda svet avtomatik yonadi. Bu yerga oyoq kiyimni yechib kirish kerak, lekin men hozir istisno qilaman. Marhamat, kelishlaring mumkin. Bu yerda tualet, hojatxona, dush ham bor va undan tashqari alohida dushxonasi bor. Chunki bu 2 kishilik xona bo'lgani uchun 2 kishiga qulay shart-sharoit qilingan. Mana bu yerda ko'rsangiz oyoq kiyimlar qo'yadigan joyi bor. Bu yer kiyim iladigan joylari, ya'ni har bitta shkaf bittadan talabaga mo'ljallangan. Har bitta talabamiz dars qilish uchun mana shunday stol bor. Mana bu tomonda ikkinchi talabaniki bor. Har bittasiga xonaga alohida Wi-Fi routerlar joylashtirilgan. Mana stollar. Bu yerda konditsionerning mexanizmi, bu issiq polni mexanizmi, bu yerda svetlar. Undan tashqari har bir talabamizga bittadan yostiq, ko'rpa va to'shak beriladi. Bu yerda bemalol yuklarni qo'ysa bo'ladigan shkafchalar bor. Bundan tashqari balkonida birinchi qavatda kir yuvish mashinalari bor. O'sha yerda kir yuvib kelgandan keyin bu yerga tepaga ilsa bo'ladi va undan tashqari bu yerda kichik xolodilnik bor, ya'ni ichimliklar yoki mayda oziq-ovqatni saqlash uchun mo'ljallangan xolodilnikchasi bor. Mana bu yerga bemalol yuklarini, bu yerga sumkalarini qo'yish mumkin. Mana har bir xonada konditsioner bilan ta'minlangan. Ko'rishlaring mumkin. Xona harorati hozir 27 gradus, qishda tashqarida -3 bo'lishiga qaramasdan xona juda ham issiq, bemalol bitta futbolkada o'tirish imkoniyati bor. Mana shu qisqacha bitta xonamiz. Hamma xonalarimiz bir xil bezatilgan, ya'ni shart-sharoitlar qilingan. Har bitta talabamiz o'zining xonasidan bemalol foydalanishi mumkin. Suv ichaman deydiganlarga issiq va sovuq suvlar bor. Undan tashqari bu yerda o'tirib gaplashib o'tirishi mumkin. Stol sharoit qilingan. Bu yerga esa xonadagi axlatlarni, musorlarni tashlash mumkin, ya'ni tur-turlarga bo'lib tashlanadi. Bu yer zina, пожарный vyход. Bemalol zinadan foydalanish ham mumkin. Undan tashqari bitta binoyimizda kamida 4 tadan lift bor. Mana lift chaqiramiz va bu liftdan to'g'ri talabalarni restorani bor. Yotoqxonaning o'zining restorani bor. Uni ham hozir sizga obzor qilib beramiz. Bu yer talabalar ovqatlanadigan joyi. Mana har bitta joyga karta bilan kirib chiqiladi. Begonalar kirishi mumkin emas, albatta. Bu yer talabalarni ovqatlanadigan joyi. Bu yerda ertalab, tushlik va kechki ovqatlarni bemalol yeyish mumkin. Bundan tashqari bu koridorning oxirida talabalar bemalol foydalansa bo'ladigan kichik bir do'kon bor. Unda hamma qulayliklar mavjud. O'z ko'zlaringiz bilan ko'rishlaringiz mumkin. Yana boshqa videolarimizda ham to'lig'icha obzor qilib beramiz. Hozircha shu. E'tiboringiz uchun rahmat.